Hello, sizlar bilan men yana Steam Minecraft. Bizda mana qor yog'di bizning qishloqda. Va yangi uy sotib oldim, yangi qishloqqa keldim. Bizning qishloq bilan u yoq bir xil, lekin boshqa qishloq. Men katta uyni sotib oldim. Biz narsalarda siz qilganmiz, o'shalarni olib borishimiz kerak. Men yangi skin oldim, qishga moslab. Chiroylimi? Menga yoqdi o'zimga. Va narsalarimizni olishimiz kerak. Va do'stlar, salom beraylik. Hello, sizlar bilan men Steam Minecraft. Yeni narsalarni olib olamiz, obunachilar. Kanalga obuna bo'lish hech qachon chiqmasin. Va instrumentlarni tasvir qilaman, tapir bilan hammasini olib qo'yaman. Shuncha narsa tasvir qilaman. Hamma pulim shunga ketgan. Uyimni sotganman, Bugatti'imni sotganman, garajimni sotganman, shu hammasini огородlarimni sotganman. Va qo'shnilar Bugatti dan anaqa Lamborghini olganman, obunachilar. Lamborghini. Va hammasini biz olaylik birinchi bo'lib. Yaxshi, obunachilar, hammasini biz olamiz. Hammasini biz olamiz. Hech narsa kerak emas. Bu yerda yo'saktirib tursin. Bu tepidagi bloklarni buzsam so'roqmaydimi? Yo'q, so'roqmasin. Katta uy bo'ladi. Tezroq biz olamiz. Yaxshi. Yaxshi, obunachilar. Zo'r bo'ldi. Endi uyni qilish boshlaymiz. Va qani yo'q, bu o'sha katta anaga menga adashib beraversa menimcha. Ha, menga adashib beraverishga o'xshaydi. Bu katta. Mana bunga yotaman. Yotmasam kerak bunga. Dumalar bo'yog'imga. Yo'q, bo'lmaydi bu. Men boshqa kichkinaroqni dastur qilishim kerak, buni qaytarib olib. Bunga ham ko'p pul olishgan yaramaslar. Sotilgan bir ko'p pul. Yo'q, bu bo'lmaydi baribir. Yaxshi kattalik qiladi. Bu butun uyimni olib qo'yapti. Yarimini olib qo'yapti. Va qaytarib hozir almashtirib olamiz obunachilar. Men almashtirib oldim bunisiga. Yaxshi, endi lampani qayerga qo'yishim ekan? Bularni joylashtirish ham muammo. Mana kitoblarni bu yerga qo'yaman, shkafga. Mana hammasi bor, olamiz. Rakvena. Mana rakvenani qo'yib qo'yamiz. Rakvenani ustiga notebook qo'ysam ekan, ha? Yoki g'alati o'ylarmikan? Qani ko'rib ko'raychi. Yo'q, lekin sal g'alatiroqda. Salgina g'alatiroq. Endi normalniy. Qani, g'alati bo'lib qopti lekin. G'alati bo'lib qopti. Olamiz buni. Buni olamiz. Versak qo'yamiz bu yerga. Keyin notebook qo'ysa bo'ladi. Ideal bo'ldi. Ammo lekin fonar qo'shimiz kerak edi bu tarafroqqa. Bu tarafdan notebook boshqa joyga joylashtirsam ekan. Ha, boshqa joyga joylashtiraman. Olib olay. Tamam, lampa qo'yaman, ajoyib bo'ldi. Yaxshi. Endi men bitta notebook qo'ysa bo'ladi. Chest qo'yamiz, chestni g'alati qoldirdi lekin. Yo'q, bo'lmaydi bu. Yo'q, bu narsa bo'lmaydi. Hozircha ko'rib. Yana shunaqa qol. Yo'q. To'xtaylik, bu yerga blok qo'yaman undan ko'ra. Blok qo'yaman, endi esa stolni qo'yaman. Yaxshi, endi to'xtaylik. Mikroto'lqinli pech. Gaz, mikroto'lqinli pech, gaz, qo'yamiz. Olamiz buni birinchi. Men bu yerga qo'yamiz, yaxshi. Endi bu yerga mikroto'lqinli pech qo'ysak, g'alati bo'lar ekan. Mana qilsak qo'shishchi. Baribir g'alati bo'lar ekan. Tagiga sandiq qo'yib keyin qo'yamiz. Tepaga qo'yamiz, pastga sandiq qo'yib qo'yamiz. Yaxshi.
bo'ladi. Zo'r obunachilar, zo'r ketibdi deymiz. Va bu yerga kreslo to'xtanglar. Xato qo'yildi. Kreslo kattagina TVni bu yerga qo'yamiz. Voy, to'xtanglar. Mana shu sindiramiz. Bu yerga men qo'yamizda. Menda o'zim ishimni kompyuteri bor. Ish qilaman bu yerda. Bunga mo'l olaman. Mana kompyuterim, bu yerga stol kerak. To'xtanglar. Yo, boyaga yaxshiroq ekan. Boyaga qo'yish kerak. Boyaga ha bo'ldi. Endi stolchani qo'yaman bu yerga. Yaxshi. Endi o'tirib olsa bo'ladi bu yerga. Mana shunaqa qilib ishlayman. Televizor bo'ladi, zo'r. Ideal. Endi hisoblachilar nima qilamiz? Archa qorborlarni qo'yamiz bu yerga. To'xtanglar, birinchi mashinamni ko'rsatdi. Mashinamni. Mana bunaqa Lamborghini. Agar xohlasanglar kommentga yozinglar. Mashinalardan aniqlaman. Katta garaj yasaymanda o'sha yerda zo'r mashinalar yig'amiz. BMW deysizlarmi, Bugatti deysizlarmi, Lamborghini, Mercedes hammasi bo'ladi. Mashina asaldi, lekin Lamborghini yo'q, zo'r mashinada. Bugatti ham zo'r edi. Shu like bosib, komment yozsanglar, Bugattidan hammasini qaytaraman. Bitta garajda shunaqa ko'p mashinalar bo'ladi, BMWlar bo'ladi. Uning uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoda chiqish uchun, hozir tursan. Meni qorborlarni yashaymiz. Qorborlar, do'stlar, agar o'tgan rasmni olay. Muzlarni. Yaxshi. Endi qorborlarni qo'yamiz aslida. O'zi yangi yilga o'tdi, qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Va archani birinchi qo'yamiz, to'xtanglar. Va gulni uyim yoniga qo'yib qo'yish kerak. Eshigim yoniga qo'yib qo'yish kerak. Yaxshi, endi archani qo'yamiz. Qanaqa qo'rsak ekan. Mana shu yerga qo'yamiz. Qaraylik, katta archaligini. Endi qorbola qo'yamiz. Qorbola qaraylar. Kiyikchani qo'yamiz, qordan yasalgan. Zo'r bo'ldi obunachilar. Yaxshi bo'ldi. Endi esa agroddagi ishlarimizni qilishimiz kerak. To'xtanglar, uni oldin musullarni tasavvurlaylik. Bu ko'p beraverganlarni tasavvurar ekanmiz, keyin bular olar ekan lavanchidan. Lavanchidan qanaqa olar ekan bilmadim lekin. Bo'ldi, hammasini tashladik. Kitoblarni anaga qo'yib qo'yaman, sandiqqa tashlanmadi. Qirovat. Bo'ldi, ketdi. Yaxshi. Endi kitoblarni sandiqqa qo'yib qo'yaman va agroddagi ishlarimni qilaman. Yaxshi, endi agroddagi ishlarimiz qilsa bo'ladi. Uy zo'r bo'ldi lekin. Zo'r mebellar emas, zo'r uyga. Yaxshi, endi agrodim qilaman. Oldin xuddi shunaqa joyda men agrodim bo'lardi. Endi bo'laveradi. Agar mashina ham sotib olamiz. Aktiv bo'lib bersanglar, mashina ham sotib olamiz. Yana bir qolibdimi? Endi suvda muzlaydi suvlar. Hali hech bo'la qolmaydi. Olaylar agrotimizda. Olamiz. Yaxshi, endi kartoshkani ham ekib olamiz. Hamlarni olamiz va mero uyga borishimiz kerak. Ketdik mero uyga. Bu mero bormikan? Bor, men mashmerda sotagan. Kambag'al mero ekan, xuddi menikidek uy, lekin mero mantiqgan o'zimga. Izimrudlarni masalan shu yerga qo'yamizda, bir stak izimrud olamiz. Bu yerda pul ishlatilmas ekan, izimrud ishlatilar ekan bularchilar. Oldin o'tda faqat qishloqlar izimrud, qishloqlar ham ishlatilmas, просто mero pullari edi. Va u yerda biz ishlatamiz. Izimrud. Bu yerga ham qo'ysam ekan, birinchidan nima qilaman. Va obunachilar, hammasini qildik. Va qaranglar uyimiz yo'lgini.